Endi o'z suratimizga, o'zimizga o'xshagan odamni yaratamiz dedi. Va shunday bo'ldi. Xudo jamiki yaratganlariga qarab, hammasining juda yaxshi ekanini ko'rdi. Shunday qilib osmon bilan yer hamda ulardagi borliq mavjudot yaratilib bo'ldi. Xudovondi Karim yerdan tuproq oldi. Va undan inson zotini, ya'ni odamni yaratdi. So'ng Xudo odamning qovurg'asidan ayol zotini yaratdi. Shuning uchun ham erkaklar ota-onasini qoldirib, xotini bilan bir tan bo'lib yashaydi. Odam bu ayolini Havo deb atadi. Xudo sharqda bog'i Eramni barpo etdi va odam bilan Havoni shu bog'ga kiritdi. Ular yalang'och edilar, vali bundan uyalmasdilar. Ushbu bog' o'rtasida bilim daraxti, ezgulik va yovuzlik bilimi daraxti o'sardi. Xudovand odamga dedi: Sizlar bog'dagi barcha daraxt mevalarini yeyishingiz mumkin. Faqat bilim daraxtining mevasi bundan mustasno. Sizlarga uning mevasidan yeyish man etilgan. Agar ul mevadan tatib ko'rsangiz, o'lasiz. Bog'dagi hayvonlar ichida eng ayyori ilon edi. U Havoni avray boshladi. Bilim daraxti mevasidan tatib ko'r. Qo'rqma, o'lmaysan. Aksincha ko'zing ochiladi. Va sen Xudo kabi ezgulik bilan yovuzlik nimaligini biladigan bo'lasan.